Dunyodagi turkiy davlatlar ichida eng tez yuksalgan va eng qudratlilaridan biri bo'lgan Temuriylar davlati asoschisi Amir Temurning mashhur so'zi bor. Kuch adolatda. Bu so'z uning asosiy yo'li va tamoyili edi. Bu videoda siz Amir Temur yoshligi qanday o'tgani, uni davlat qurishdan oldingi harbiy hamda siyosiy harakatlarini, Amir Temur davlatini qanday qurganini, Amir Temur Mo'g'ullar hokimiyatini qanday Turkistondan chiqarib yuborganini bilib olasiz. Amir Temur 1336-yilning 9-aprelida Chig'atoy xonligi tarkibidagi Kesh shahrini Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'iladi. Uning otasi Amir Tarag'oybey Barlos turk urug'i bey edi. Amir Temur 1360-yilda Moronnahr amiri Qazag'on tomonga o'tadi va uning nabirasi Uljoytu xon bilan nikohlanadi. Natijada Ko'ragoniy unvonini oladi. Keyinchalik Amir Husayn bilan bir tomonda bo'ladilar. Bu paytga kelib Chig'atoy ulusini, Moronnahr hududini, Chig'atoy ulusini Mo'g'uliston amirlari tomonidan talon-taroj qilish boshlangan edi. Moronnahr beylari Mo'g'ul xonlari qo'shinlariga qarshi tura olmasliklarini bilib, boshqa o'lkalarga chekinishni boshlaydilar. Bu beylar orasida Barlos urug'i beyi Hoji Barlos ham bor edi. Bu Amir Temurning amakisi bo'lib, Amir Temurni ham o'zi bilan Xorasonga olib ketishini Amir Temurga aytadi. Ammo Amir Temur bunga ko'nmaydi. Amakisiga "Men xalqni bunday qiyin davrda tashlab qo'ya olmayman. Men xalqning oldida bo'lishim zarur" deb aytadi. Keyinchalik Amir Temur To'g'luq Temirxon bilan kelishadi va Moronnahrni o'z idorasiga oladi. Ammo ko'p o'tmay To'g'luq Temirxon Moronnahrni o'z o'g'li Ilyos xo'jaga berib yuboradi. Bundan norozi bo'lgan Amir Temur Amir Husayn bilan birlashadi va Balxga boradi. Bu davrdan e'tiboran Amir Temurning davlat mujodalalari boshlanadi. To'g'luq Temirxon o'lgandan keyin uning o'g'li Ilyos xo'ja Mo'g'uliston hukmdoriga aylanadi va Moronnahrga ommaviy bosqinlar boshlaydi. Bu bosqinlarga qarshi Amir Temur va Amir Husayn va yana mahalliy beyliklar qo'shin to'playdi. Toshkent, Chinoz o'rtasida bir maydon muhorabasi bo'lib o'tadi. Bu jangdan oldin juda qattiq jala yog'gani sababli maydon juda loy bo'lib ketgan edi. Bu har ikki tomonga ham katta qiyinchilik tug'diradi. Bu jang tarixda loy jangi nomi bilan qoladi. Amir Temur o'ziga yuklangan chap qanotda ancha ilg'orlab ketadi va Amir Husaynga chap qanotga o'tishini aytadi. Bunda Amir Husayn kibrga berilib, bunday qilmaydi. Natijada ularning qo'shini mag'lub bo'ladi va kechga chekinishga majbur bo'lishadi. Bu jangda g'alaba qozongan Ilyos xo'ja Moronnahrning yuragi bo'lmish Samarqandgacha borishga qaror qiladi. Bu paytda Samarqand bosqinchilarga qarshi harakat boshlagan Mavlonzoda boshchiligidagi sarbador birliklar bor edi. Bu birliklar Ilyos xo'jani bosqinlarini muvaffaqiyat bilan qaytaradilar. Buni eshitgan Amir Husayn sarbadorlarning rahnamosi va barcha sarbadorlarini qatl qilish buyrug'ini beradi. Bu xabar Amir Temurga kech yetib boradi, lekin u sarbadorlarning rahnamosi Mavlonzodani qutqarib qola oladi. Amir Temurning bu harakatlari Amir Husayn va Amir Temur o'rtasiga bir sovuqlik tushiradi. Natijada Amir Temur barcha Moronnahr beylarini bayatini olib, bir qo'shin to'plab Balxga, ya'ni Amir Husayn ustiga yurish boshlaydi. Amir Husayn esa u yurishda asir tushadi. Natijada 1370-yilda Temuriy davlatini qurish uchun katta qurultoy bo'lib o'tadi. Bunda beylar juda ko'p qismi Amir Temurga yon bosib, yangi davlat quriladi va poytaxt sifatida Samarqand tanlab olinadi.